tishim yiringlab, homiladorligimda tishimni oldirmasdan davoladim desam ishonasizlarmi? Qizlarjonlar, mani sahifamga obuna bo'lib ketinglar videoni aytishimdan oldin. Sahifamda juda foydali va haqli ma'lumotlar bor. Xo'p, bu qo'limdagi qora duba. Xuddi shuni mana ko'rganinglardek, mana rasmda ko'ryapsizlarmi? Bu olmaxonni yong'og'iga o'xshagan shunaqa o'simlik bo'ladi. Bu bor yo'g'i 10 ming so'm turadi. Shuni bitta paketikini olasizlar. Mana ko'rsataman mana. Mana hozir damlaganman. Hozir ham homiladorman. Ko'p dori mumkin emas. Shuning uchun damlab ichyapman. Buni qanaqa damlaysizlar? Bitta kosaga misol, bitta paketik solib, bunga bitta qoshiq, kichkina qoshiqda tuz, bitta kichkina qoshiqda soda solasizlar. Qaynoq suvga damlab qo'yasizlar. Mana shunaqa qop-qora rangi kiradi. Va buni bitta piladan chaysanglar, butun tishinglarda yiringlab olib, shamollashdan hammasini so'rib olib tushib ketadi. Testdan o'tgan, ya'ni o'zimda butun homiladorligimda tishimni oldirmasdan, dori ichmasdan shunaqa davoladim. Foydali bo'lsa, layk bosib, yana qanaqa yo'llar bor yozib keting.